Dom-darak yo'q. Mana 6 yil bo'lyapti ketganiga. Telefon qiladimi o'g'lingiz? Telefon ham qilmaydi. Birov ko'rgan inson ham yo'q-da. Shu onaxonni o'g'ligacha yetib borsin, onaxon o'g'lini bir ko'rsin. Rossiyaga ketgan, Arivaga ketgan edi. Musofirda yurgan o'g'illaringizni bir duo qiling, shu videoga like bosib tarqatinglar, onaxon o'g'lini izlayapti. Bizga o'xshaganlarni farzandlarini topib, Allohim savoblarga ishlab yurishga sizlarga ham nasib qilsin. Yana bir marta assalomu alaykum. Xola, siz kimni izlayapsiz? Men o'g'lim Haydar O'tkirbekni izlayapman. Mana 6 yil bo'lyapti ketganiga. Qayerdan murojaat qilyapsiz, onaxon? Andijon oblasidan. Telefon qiladimi o'g'lingiz? Yo'q-da, qilmaydi. Shu ketgan 19-yil ketgan bo'yicha Domdarayda. Rossiyaga ketgan, Arivaga ketgan edi. Xudo xohlasa shu musofirda yurgan o'g'illaringizni bir duo qiling. Mana shu videoga bir donadan like bosin, videoni tarqatsa tepaga rasm qo'yib qo'yaman. O'g'lingiz rasmini tashlab bergan ekansiz. Maksimal darajada o'g'lingiz sizni ko'rib turgan bo'lsa, nima degan bo'lardingiz o'g'lingizga? Sizga bir aloqaga chiqsa bo'ldi, ha? Ha, aloqaga chiqsin. Bir o'zini ko'rsatsin, qayerda bo'lsa ham. Men bir ko'raychi, shu bola bormi, yo'qmi deb biz ham mana bo'lyapman-da, siqilib qoldim. Bola chaqasi bormidi, uylanganmidi? Bor, bitta bolasi bor, o'g'li qizi bor. Dom-darak yo'q. Domdara yo'q, anaqa telefon ham qilmaydi, ya birov ko'rgan inson ham yo'q-da. Bir duo qiling, xola, bir duo qiling, o'g'lingiz ham topilsin. Musofirda yurgan o'g'illaringizni bir duo qiling, shu videoga like bosib tarqatinglar, Xudoxon o'g'lini izlayapti. Allohim hamisha hammani tanajonlari sog', umrini uzun, rizqini ulug' qilsin. Safarda yurgan asl musofir bolalarni ham tanajonlarini sog' qilsin. Ishlarini ilgari qilsin, mushkullarini oson qilsin. Hamisha sog' salomat, hammasi ota-onasini bag'riga kelsin. Sizlarni ham tanajoninglarni sog' qilsin, hamisha sog' salomat bizga o'xshaganlarni farzandlarini topib, Allohim savoblarga ishlab yurishga sizlarga ham nasib qilsin. Bolalaringlarni yaxshi kunlarini ko'ringlar. Kech bo'linglar hammanglar. Musofirda bolalar ham sog' bo'lsin. Hammasi o'ynab kulib ishlab, topganlari yaxshi kunlarga yarasin hammasini. Alloh amin. Amin. Aka-ukalar, videoga like bosib maksimal darajada ko'proq kommentariy yozinglar. Onaxon o'g'lini izlayapti. Siz bosgan bir dona like shu video kengroq tarqalsa, shu onaxonni o'g'ligacha yetib borsin, onaxon o'g'lini bir ko'rsin, siz sababchi bo'lib qolasiz. Onaxon, ko'nglingizni ko'taring, mana musofirda yurgan o'g'illaringiz duo qildingiz. Shu videoga befarq bo'lmaydi. Telegram kanallarga butun Rossiyaga tarqatamiz, topilsa aloqaga chiqaman. Allohim aytganingiz bo'lsin, topilib qolsin. Hamma sog' bo'lsin shu bolalar.